Salom do'stlar. Ushbu videoda sizga hayotiy tajribalar haqida eslatma bor. Ehtimol siz bunga hozir tayyor emassiz, lekin bu video sizni boshqacha qarashlarga olib kelishi mumkin. Videoni oxirigacha ko'ring. Ota-ona bu bizning hayotimizdagi eng katta boylik. Ularning mehr-shafqati, sabri va fidoyiligi bizni hayotiy qiyinchiliklarga qarshi kuchli qiladi. Ota-ona har bir qadamda bizni qo'llab-quvvatlab, orzularimizni amalga oshirish uchun ilhom beradilar. Ularning yuzidagi, chehralardagi charchoq va qayg'ularini ko'rish bizni yanada yaxshiroq inson bo'lishga undaydi. Har bir so'zlari, har bir xatti-harakatlari bizga katta ma'no beradi. Hayotda qancha katta muvaffaqiyatlarga erishsak ham, ota-ona sevgisi va sabr-toqatiga teng keladigan hech narsa yo'q. Ularning yuragidagi sevgi bizni eng kuchli tayanish joyimiz. Ular bizni sevishar ekan, biz ham ularni sevishga, yaxshi inson bo'lishga va ularga minnatdorchilik bildirishga majburmiz. Chunki ota-ona bu hayotimizdagi yulduzlar va ular bizni hamisha yo'l-yo'riq bilan boshqarishadi. Agar video sizga biror jihatdan ta'sir qilgan bo'lsa, o'ylab ko'ring. Nima uchun bu juda muhim? Har bir kichik o'zgarish sizni yanada yaxshiroq inson qiladi. Video yoqgan bo'lsa, do'stlaringizga ham ulashib qo'ying. Rahmat.